havoda muzdek suvlarga ehtiyoj ko'proq seziladi. Bunday vaqtda tomoq og'rishi, isitmalash va tanada og'riqlar kuzatilishi aniq. Ana shunday holatda tibbiy ko'riklardan o'tib, shifokor nazoratida bo'lish muhimdir. Terlab turgan holatda yaxta suv ichish natijasida kelib chiqadi. Morojniy yeyish, yo bo'lmasa yaxta kola, shunaqa narsalarni ichish natijasida kelib chiqadigan kasallik bu. Konditsionerli xonalar mumkin emas, terlagan holatda. Terladimi, imkon darajada iliqroq suvdan foydalanishni tavsiya qilaman. Sog'lom jamiyat, kuchli davlat shiori ostida mamlakatimizda aholi salomatligini mustahkamlash, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, partiya elektorati vakillari uchun ommaviy bepul tibbiy ko'riklarni amalga oshirishga qaratilgan keng ko'lamli aksiya O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi, viloyat va Qarshi shahar partiya kengashlari tomonidan 4-son oilaviy poliklinikasida tashkil etildi. Xalqimizda o'zini salomatligiga bo'lgan e'tiborni, o'zini sog'ligiga bo'lgan e'tiborni bundan ham kuchaytirish kerak. Ertaga bolalar sog'lom jamiyat bo'lish kerak. Sog'lom jamiyatda mamlakat kuchli bo'ladi. Kuchli mamlakat demak taraqqiy etadi, rivojlanadi. Tadbir davomida aholi chuqurlashtirilgan tarzda ko'riklardan o'tkazilyapti. Agar sog'lom tarzda istiqomat qilay desangiz, yiliga 2 marotaba shifokorlar huzuriga borishingiz shart. Ona sog'lom bo'lsa, sog'lom farzand bo'ladi. U narsa o'sha yoshlikdan boshlanadi. Qolaversa, masalan, biz homilador ayollarga qaraymizmi? O'sha ayolimiz onasini qornida bo'lgan zahoti o'shandan boshlab biz o'sha homiladorga qaraymiz, chunki o'sha ayoldan tug'ilayotgan farzand sog'lom bo'lsagina ertaga sog'lom avlod keltiradi bizning mamlakatimizga. Birinchi navbatda o'sha homiladorlikda qanaqa nuqsonlar bor, o'shalarni aniqlash. 3 marta homiladorlik davrida biz skrining tekshiruvlardan o'tkazamiz. Aytilganidek, sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi. Bu borada albatta homiladorlik davrida ma'lum tekshiruvlardan belgilangan muddatda o'tish ayniqsa muhim. Bizning poliklinikada asosiy maqsadimiz skrining tekshiruvlarini o'tkazish. Skrining tekshiruvdan maqsad nima? Kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish. Eng birinchi maqsadimiz shuni yo'lga qo'yganmiz. Bizda o'ta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlari, shifokorlar, mutaxassislarimizdan barcha mutaxassislarimiz lor, stomatolog, travmatolog, xirurg, ginekolog, nevropatolog mana shu turdagi oilaviy shifokorlar bilan birga shu turdagi tibbiy shifokorlarimiz faoliyat ko'rsatadi. 43 ming nafar aholiga xizmat qilayotgan mazkur poliklinika jamoasiga O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat va Qarshi shahar partiya kengashlari tomonidan sertifikat va sovg'alar topshirildi.